Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, biz tecvid derslerin devam etamiz. Biz o'tgan darsda mat temasına kirgani eng zo'r tema. Şuşu tecvid qoidasida endi ham biz to'xtaldik. Mana ikkinchi matning turine, ul da bo'lsa mat muttasil, tutashqan, tutash mat so'zu deb endi. Ham aytganik 6 tüp so'zu qoidasi bor. Mat tabiiy, o'tgan darsda o'tdik. Mat muttasil, mat munfasil, mat ariz, mat lazim, mat lin. Ko'p ham og'ir kebek tuyula, ammo biz uni bek yengil etib anlatib ketashakmiz. Ham birigizning da endi birni deyishik narsa ekan degan so'rov qolmayacak inshaalloh. Alloh yengillik ham tavfiq bersa endi. Bugungi tema ul mat muttasil. Ya'ni tutashqan mat degan so'z. Muttasil u tutashqan. Ya'ni mat bir so'zda bo'luni anglata. Mat belgisi so'zini anglata turgan endi. Ul mana shunday to'lqin formasida kela Qur'onda. Demak, mana shu alifni endi so'zlarga kerak. Ne uchun? Chunki to'lqin tura. Ham qarag'iz, agarda shunday to'lqinli belgidan so'ng kela ekan bizning hamza, ham ul bir so'zda deb sanaladi. Ya'ni buning hamzasi shu so'zga qaray. Sa, shulaymi? Hamna shu to'lqinli belgidan so'ng hamza keldi ekan, bu bizning bir so'zda bo'lgan mat deb ataladi. Ya'ni mat muttasil. Hali biz uni o'tashak, biz mana mat munfasil ansa ayrim so'zda. Ya'ni hamzasi ayrim ikkinchi so'zda. Hamanda yo'q, menda bir so'zda to'lqini da bor. Nima? Alif ustunda. Shuluq so'zda hamzasi da bor. Demak, majburiy ravishda biz kim deganda 4 topqir so'zlarga tegishmiz. Maksimalni endi 5, qo'ybir olimlar 6 topqirda so'zlarga yo'riy deb aytalar endi. Ammo kim deganda 4 topqir so'zlarga kerak. Vajib bo'lib turadi, bo'rish bo'lib turadi. Agarda 4 topqir so'zmasak, endi bizning bu xatodan sanaladi. Shunga ko'ra 4 dan olib 6 ga xatlik so'zlarga yo'riy. Ya'ni sa, ya'ni barmoqlarni buga olamiz. Masalan, nishik 4 ni bilirga deganda 4 topqir so'zlarga kim deganda endi barmoqlarni buga bildi. Masalan, sa deb 4 topqir bukdik ekan, u bizning endi sanalash o'sha 4 harakat miqdorida so'zuga barmoqlarni bugib qaray olamiz endi. Tamam, bir qavatlayım. Nasa 4 topqir bo'ldi ekan, u bizning endi 4 topqir so'zuga kira. Olimlar endi shulay deb anglatalar. Hamramında da bizning ko'rsatilgan to'lqin hamza sa, sha, ya'ni to'lqini bor, ondan so'ng kelgan hamzasi bor. Ya'ni mat muttasil. Kim deganda 4 dan olib 6 ga xatlik so'zlarga kerak. Eng kim deganda 4 endi, maksimum 6. Jaa, ulaika. Ya'ni mana bunda to'lqini bor, hamza bor. Biruk so'zda 4, 5, 6 topqir so'zlarga kerak. Ha, ko'radingizmi? To'lqin. Ondan so'ng kelar hamza. Biruk so'zda bunda da mana alif, to'lqin, hamza. Bizga endi so'zlarga kerak. Kim deganda bunda da 4 topqir, bunda da kim deganda 4 topqir. Maksimum 6. Ha, ula, sawa. Ko'radingizmi? To'lqin, hamza. Yasha, yaji, masa, sa'il. Hamza, to'lqin. Narsa degan so'z kim deganda 4 topqir so'zlarga. Chunki mat muttasil. Isroil, si, yusi, ji, si'at, yasu, su, ja'adhum, su, quru, muru'ah,
خطيئاتهم. Bu buldu bizden bir sözde bulan met muttasıl. Mesela hazır biz mushaftan da qarab kitik әле кая икән безнең бар икән шушы сүзләр. Mesela Nasr surəsi. İzə met tabi'i. Şulaymı? Elif analında fəthə. İkildə bizdən bir üksüzdə менә шушындай дулкын met bilgisi һәм həmzə. Demək, нишлибез biz? Шушы җә сүзен ким дигәндә 4 тапкыр сузырга кирәк. İzə cəə nasrullahi вәл фәth. Шуннан монда мәттәби бар. Ядхулуна шулаймы? Фи монда да мәттәби. Һәм без өйрәнгән әфваҗа мәт айват. Шулаймы? Аят ахырында әгәр дә тәнвин килде, һәм аннан соң инде менә әлиф килде икән, нишли без дидек? Әфваҗа ике мигдарда дип туктыйбыз. Бу булды безнең мәт муттасил бер сүздә булган. Бу бер сүздә. Һәм киләсе дәрестә алачакбыз мәт мунфасил айрым сүздә булганнарны. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.